Navbatdagi mahsulotlarimiz bu Faberlic Home'dan vanna hamda oshxona tozalash vositalari. Bular qo'limda bor, lekin Faberlic Home'da tozalash vositalari juda ham ko'p. Hammasini effekti zo'r. Har bittasidan ishlatib ko'ryapman. Haqiqatda zo'r ishlab beradi. Mana bunisi vanna unitazlarni, vannalarni, kafellarni juda ham zo'r tozalab beradi. Bunaqa sitrusiy hid kelib turadi, antinalyot bu va bu o'sha xonadagi yoqimsiz hidlarni ham olib beradi. Ko'ryapsizlar, rakvinani, vannani, kafellarni juda ham yaxshi, dog'siz va ziyonsiz tozalab beradi. Barakali qizlar, bular har bitta sredствоmiz shunaqa barakali, ancha paytga yetadi. Bu bo'lsa, men o'zim mazza qilib ishlatadigan oshxona uchun, duxovkalar, pechlar uchun ishlatiladigan va bu bilan men qozonlarni ham, skоворodkalarni ham yuviraman. Bu ham juda ham barakali va effekti zo'r. Mana grammi halol sertifikati bor bu har bitta mahsulotlarimizni. Va bunisi ham vanna hojatxonalar uchun juda ham nima deydi, sifati yaxshi. Buni ham morskoy hidni berib turadi xonangizga, shu yoqimsiz hidlarni olib beradi. Bularning ichida hech qanaqa xlor yo'q. Nima deydi, vanna rakvinalaringizga hech qanaqa ziyon beradigan tarafi yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Bilan kafelaringiz ham artursangiz bo'ladi, smestitellaringiz artursangiz bo'ladi. Sifati yaxshi bo'lgan, barakali va juda ham ko'p kuch ishlatmasdan turib xonangizni yaltillatib olsangiz bo'ladi. Bular narxlari qimmat emas, 33 mingdan. Bunisi ham shunaqa narx bo'lishi kerak. Hozir qo'limda bor, ulgurib qolinglar qizlar.